ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Hürmetlik cemaatler, Allah subhanahu ve taala muş soruğa kelgen qarindoshlarımızdan har bir qadimiga ajr azim ato qilsin. Biz aqasinglar bilisizlar, mayli vatanda bo'layli, mayli chet elda bo'layli, burun masalan shu dinninki har xil ahkomlarini Mesela ahiret, ayallah hukuki, Kur'an'ın tefsiri, o bu da dinni turuş, karakterlik davetlerini kılıp geldik. Hemen bunu az baz anladınlar. Yani din degen avu, din degen mavu, manıksan yaman buldu, manıksan soğuk buldu, manıksan cennet kirse, manıksan dozak kirse degendek asas cihetin şu geplerini kılıp geldik. Şunun bilan bir necha yil, yani taxminan 3 yil ichida bütün dünyada ve shundaqla Uyg'urlarning tarixida g'oyat zo'r o'zgarishlar bo'ldi. Zulm ig'irlashdi. Taqdirimiz qorong'uliq bir to'nilga qadam qo'ydi. Agar Osmanның jini bo'lsa, Uyg'urga kelgan zulmga charaslaydi. Agar quyoshning tuyg'usi bo'lsa, Uyg'urlarga kelayotgan zulmga tutilib qoladi. Agar oyning bir anqiri sizim bo'lgan bo'lsa, Uyg'urlar pesha kelgan zulmga yerilib ketadi qarindoshlar. Dengizning agar bir tushunchisi bo'lgan bo'lsa, Uyg'urlarning beshiga kelgan zulmga, musulmonlarning beshiga kelayotgan zulmga teshib ketgan bo'ladi. Mana bu zulm sili bizni o'ylanishga majbur qildi. Asli kelishdan burun o'ylangan bo'lsak, suv kelishdan burun tug'an saqan bo'lsak, balkim bu kunga qolmasligimiz mumkin-ti. Ammo beshimizga kelib umum maqatim kelgan umum yuzlik. Uni oldida ma'u yaxshi, ma'u eski, ma bilan, ma obdan deb arif bizni. Beşik kemigenler anın eskiligidan keldi, mana bizim namzuqatimiz kemedi degandek. Ya bo'lmasa, mana biz yaxshi degan Uyg'ur, nurg'un Uyg'urlarga kelmagan, musulmonlarga kelgan bilan. Ammo hammamizga umumiyuzlik kelib, hammamizning dumbisi ichilibdi. Hammamiz nim bo'ldik degan bir savol tug'ildi. Qanday qilib mushkuni qilib qoldik degan savol tug'ildi. Bu savolni chuqur mencha hammanglar o'ylaysizlar. Men o'yladim. Nima deb bu bizning holimiz, musulmonlarning holi bugungi kun qilib qoldi qarindoshlar. Masalan, oddiy bir misol. Mushu atom bombasi tadqiqoti bilan aviatsiya tadqiqotini Hindiston bilan Misr teng o'xshash bir yilda boshlagan. Yani Mısır bilan Hindiston atom bombasi tadqiqoti bilan aviatsiya, yani alam uçar kemelerini yasash, aeroplan yasash degan tadqiqotni ikkisi bir yilda boshlabdi ekan. Ammo hozir Hindistonning atom bombasi va sun'iy amirasi va Misrning-chi hech nimasi yo'q. Nima uchun? Yoki Allah subhanahu va taala Hindistonlikni aqlliq, Misrlikni do't yaratib qo'ydimi? Hammamiz bilamiz, undaq emas. Demak, shunda savollar tug'ildi. Hamda biz hammamiz bilamiz, Qur'oni Karim bo'lsa, yer sharidagi insonlarga nozil qilgan eng oxirgi kitob. Va shundaq deb iymon etimizki va shundaq deb e'tiqod qilamizki, Qur'oni Karim hidoyat kitobi. Qur'oni Karim bir mash'al. Bununga esilib mangan adam chuqum azmaslik kerak. Dünyada aqida qolmaslik kerak. Chuqum bütün insoniyatning oldida minib ularni zulmatdan nurga,
Yani zulümatdan nurga chiqirmiz degan gap oyatlikda, mayli diniy yo'l ko'rsatish bo'lsin, ijtimoiy yo'l ko'rsatish bo'lsin, siyosiy yo'l ko'rsatish bo'lsin, hamma sohada oldini minish kerak. Biz Qur'onga shunda deb ishonamiz. Qur'onning 5 shunda dedi, hudallil muttaqin. Qur'oni Karim hidoyat kitobi. Hammamiz e'tiqod qilamiz, Qur'onda hamma narsa bor. Qur'on shunda ulug' kitob. Butun insoniyatning savoliga javob bor. Qur'onga erishki, Qur'onni tutganlar aziz bo'ladi, ulug' bo'ladi dedi. Rasululloh ummatga shuni va'da qildi. Lekin bizning holimiz bu nima uchun bunda bo'lib qoldi? Mana buning qo'yildik qarindoshlar. Qanday qilib biz mushkuni qolib qoldik dedik. Xo'sh. Endi Qur'onga esilmadikmi? Esildik. Mana hozir sorun nima bilan boshlandik? Qur'on tilovat bilan boshlandik. Maşallah ballarımız atas jihatdan uylarimizda nurg'un oilada qorilar bor. Mesela Mekke'de bir qatam shundaq bir bizniki o'zbek bir ustoz vati xotanga berib, xotanda olgan ta'sirini so'zlar. Xotandagi qorilarning soni Mekke'dagi qorilarning sonidan jiq keladi. Yani bir Medine İslam Üniversitesi o'qituvchilgan bir doktor vati, doktor Abdulmunaim deb. Çoğun bir Ramazan'da bek jiq bir sorun bo'ldi. Bizim başqa arablar bor. Şunu bizni ko'rib, Türkistan to'g'riliq so'zlab qilib, yüzüne ta'sirlik, oila kirsam, hatta bütün oilalarda hamma oila a'zolari qori oila kirdim deydi. Shunchola Qur'onga eslamadiqmi? Hatta biz 50 yil buni silinsak, hozir o'qigan qorilardan ovozlari odamning yuraklarini titirtirdi. Qur'onga o'qiyotimiz. Qur'onga eslamasak, azbaz eslayotimiz. Kuchimizning yetishi mengyotimiz. Lekin nima uchun mushkuni qoldik? Men buni dedim oldimgi darsda. Endi dunyoda qarindoshlar bir shirkatni yoki bir muassasani baholamoqchi bo'lsa, qanday baholaydi? O shirkatning igiz binolari qaramdi. O şirketinin işlerden hizmetçilerinin cih qaramdi. Onda emas. O şirketinin kazangan utuğu qaraydı. Qo'lga keltirgan netijalar qaraydi. Bu to'g'rimi, to'g'ri emasmi? Albatta to'g'ri. Unda bo'lsa, mush o'lchamni biz musulmonlar qarab qo'yib boqaydi. Ya'ni biz dunyoga deymiz, bizda eng to'g'ri din bor. Bizda Allohning yer sharidagi eng oxirgi to'g'ri haq Qur'on kitobi bor deymiz. Unda o'z men qanday qilib yapıllıqni buniga ishondira olmayman. Chunki yapıllık islomni men qarab tushunadi. To'g'ri, islomdan tushunsa bo'ladi. Lekin dunyodagi tushunch shu. Ya'ni bir shirkatni baholamoqchi bo'lsa, utuq qaraydi. Unda bo'lsa, hatto shuning uchun qarindoshlar, mush yaqinda ba'zi Uyg'ur atalmish Uyg'ur ziyolilari dinga hujum qilyapti. Biz milletçilikni ideyasini o'tirib chiqishimiz kerak. Qarab beqning dillarga, o arablar o'zining Quddusni egallamay olsa, Suriyada o'zining besini 5-chep yursa, bu islom, buning asla tashlab biz Uyg'ur milletçilikni o'tirib qo'ysak, bizning qutulishimiz mashta davatidi. Ularni nimushta deyishga jur'at qildi dedi sana, hozirgi bizning echinishli ahvolimiz. Men buni dedim sizlarga o'tgan haftada. Şu gapni qilish jarayonida anandan keyin mushu dedimki, men shaxsan bir o'quvchi bo'lib suhbatim bilan asosliq masala hammamiz bilamiz Qur'oni Karimda emas. Masala bizning Qur'oni Karimni tushunishimizda, hadis Rasulullohni tushunishimizda masala bor ekan. Ve muş Kur'an hadistiki asaslık çoğun temalarını tatip açıp onu başkaça muş Kur'an hadisine en uygun şekilde düşündürüşki tiriş arkalık üzümüzdeki illetinin bazı yerlerini omuşaşık tirişimen dedim. Ben aldığım kadar şunda dedim o değil mi? Ve şu katada ne dedim? Kur'an'ın biz İslam'ın menbesi neyme? İslam'ın menbesi Kur'an. Yeni çoğu cemaatler. Hadis, sahih hadis. Yani çoğu Resulullah'ın hayatı. Yani hadisin işkiyi bilimiz Resulullah'ın hayatı. Kur'an'ın vazifesi İslam'ın üst kurulmasını berpa kılış dedim. Yani üst kurulma diye gap yani ulu dedim.
Hadisning vazifasi Qur'onni bayon qilish dedim. Payg'ambar alayhisolamning hayoti Qur'onni amaliy jonliq hayotga aylantirish dedim. Mushunda shaklda tushunmay, bir odam Qur'onning asosliq markaziy ideyasini bilmay turib, agar hadisni o'qib tushunib qolsa, islomni ta'tir tushunib qoldi dedim. Gapimga ekan inshaalloh. Shu deyish jarayonida la ilaha illallohning gap chiqib qoldi. O'tgan dars bormi yo'qmi? Bor shundami? Shuna men qopib jamoat la ilaha illallohning ma'nosi nima desam, hammani jim o'ltadinglar, xatolik qilaman, nima deyman deb. Sen bir ukam qopib Allohdan boshqa iloh yo'q debdi. Shuna men qopib rasmi desam, hammanglar rost dedinglar. Men dedim yolg'on dedim. Shuna degan nima? Ya'ni sizlar Allohdan boshqa iloh yo'q deb qo'ysanglar, buningga iblismi shunda degan dedimi? Shuning uchun bugungi darsimni asli men mush illatlar haqida 1-chi, 2-chi, 3-chi deb so'zlaydigan, lekin ba'zilar bu gap danqi Saudiga uyabiya ketibdi. Voy, Kusani ustoz, burun o'limonning hammasining la ilaha deb o'qimaydi ular. Ul tushunmagan mushunda debdi, kasi yoqsin siqimiz, biz bilmayotganmizmi deb. Voy jamoat, men masliga oyat deyapman, yanchig'imdan demedim. Qur'on dedim, qo'y shayton nima dedi? Hatta şeytan inni akhafullah diyor. Ma Allah'dan korkumu diyor va şeytanın. Ayet mi bu? Şundama şeytan nem dedi. Rabbi enzirni ila yevmi yub'asun. Ey Allah bana kıyamet kişilik mühlet verdi. Şeytan kıyamet iman keltir dedi. Fa bi izzetike la ughwiyannahum ecma'in. Ey Allah senin uluğluğun bilen bendelerini azdurma deb Allah'lığının uluğluğunu itiraf kıldı. Yani şeytan deydi bu Allah diyen gap ne dedim. Xo'sh, unda olsa shaytondan boshqa Abu Lahab, Abu Jahilmi deydi deganga Suratul Mu'minunning 84, 85, 86, 87-oyatiga quloq solaylik jamoatlar. Allah subhanahu va taolo bu oyatlarda nima deydi desanglar? Qul limanil ardu va man fiha in kuntum ta'lamun. Ey Muhammad, ma müşriklarga degan. Zimin va zimindagi tog'lar, dengizlar, daryolar kimning desa, kafirlar deydi. Sayaquluna lillah. Abu Jahil, Abu Lahab hammasi kimning oldu? Allohning deydi. Men nima dedim Alloh deydi buni? Abu Jahil desa, meniki demay, yo'q bu Allohning deydi. 86. oyatda Qul men rabbus samawati sab'i va rabbul arshil azim. Unda olsa yatqat osmon zaminning arshi Allohning egisi Robbi kim desa, nima deydi ekan? Yine shunday sayaquluna lillah va Allohning deydi ekan. Ma mekmu şurunun gibi. Hatta bay okusana men halaqas semavati ve der sayaqulunallah. Eğer Mekke müşriklerden sen sorsan osman zemini kim yarasın? Allah deydi. Biz ne düşünmese ya o but ibadet kıldı. Onda emas o but bilasını yarattı demeydi o parasını kardeşler. Mana bu ayette deydi bu gerçekten men yançığımdan çıkaramadım bunu. Ayet deydi. Yani ular tek unumdu mu bek çınrak ayetten anla. Kul men biyedihi melekutus semavat. Unda olsa bütün kainatның başquruş hukuki kimde dese ve huve yuciru ve la yucar. Faqatlam qutquzdigan Allah'tan iş unudun başka hiç kim qutquzanmaydigan zat kim o dese sayaquluna lillah. Vay Allah deydi. Ne Ebu Cehil'den sorsanlar, yani osman ziminning bütün haq huquqi, osman zimin der, şunun huquqi kimde dese Ebu Cehil deydi ki Allah deydi ki. İkincisi, anda olsa bu la ilahe illallah'ның ma'nosi nima? Bu so'zning islomdagi o'rni qanchalik desa qarindoshlar. Allah subhanahu va taolo Qur'oni Karimda shunday deydi. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونَ.
biz har qandaq bir payg'ambarni avassak deydi. Ya'ni Alloh subhanahu va taolo taxminan 120 necha ming, ba'zi hadislarda 124 ming deb bor. Shu 124 ming avatgan har bir payg'ambarga la ilaha illa ana, mendan boshqa ibodat qilishga haqliq Allah'tan başka ilah yok, man ibadet kılınlar da vahiy kıldım degini. Yani bütün peygamberlerge la ilahe illallah da vahiy kılgаны deydi. Şunun için hadis-i şerif Abi Sa'id al-Khudri radıyallahu anhu nakil kılan hadis-i şerifte Musa aleyhisselam ya Rabbi ey Allah'ım bana bir dua öğütüp koysan men muş dua bilen san bir dua kılsa, men zada acayip bir duanı ütüp koy diyen Allah subhanahu wa ta'ala nim deydi kese? Kul la ilahe illallah. En isil dua la ilahe illallah diyen hemmimiz müştahide Musa aleyhisselam kanda bir duanı dep oylaydiken de diyen Allah hadis nim deydi ki Allah subhanahu wa ta'ala la ilahe illallah derse men aşam cemaat aştarak deymiz mi deydi. Digini sel bu söz yani vezni sel diyendekin ya Musa ey Musa navada 7 kat osmandaki mendim başka 7 qavat osmandaki bütün osmanni mendim başka şu 7 qavat osmanda yaşaydigan bütün mahluklarni jinning bir tarafiga qo'ysa La ilahe illallah'ını bir tarafiga koysa, la ilahe illallah besip gittiler arkadaşlar. Nuh aleyhisselam, Abdullah ibn Amr radıyallahu anhu Resulullah'dan nakil kılan hadis-i şerifte, Nuh aleyhisselam özünün ballarına, muşu la ilahe illallah'ını tavsiye kılıp, ey balları, navada 7 kat osman ziminni ve 7 kat ziminni jinning bir tarafiga koyup la ilahe illallah'ni bir tarafiga koysa la ilahe illallah yangtap ketken bo'ladi. Yani demek qarindoshlar, bu sözning vazni bek ig'ir. Bu söz cennetning oshquchi. Bu söz bizni ikki dünyada baxt saodatga erishtiradigan söz. Yani kelib qarindoshlar. Bütün Allah subhanahu wa ta'ala 104 kitap nazil qildi. Şu 104 kitapning hammasini Qur'oni Karimga ixchamladi. Mana bilib turinglar. 104 kitapda bor. Bütün asosli mazmun Qur'onda bor. Qur'ondagi bütün mazmunning hammasi la ilaha illallohda. Hatta la ilahani ixchamlasak nima qilib qoldi jamoat? Allah qilib qoldi. Nima deymiz? Allohdan boshqa iloh yo'q degan Allohni qo'yib qolgan hamma sirat qilib, supratim do'qma. La ilaha illallah. Hatta la ilaha illallah qarindoshlar 3 harfdan tarkib topgan. Yani lam, elif, hamza. Ha. Mush 3 harfni takrorlanish orqali la ilaha illallah bo'ldi. Aş tekrarlangan harfni evasanlar la ilaha illallah nima qilib qoldi bilamsizlar? Allah degan so'z qilib qoldi. Men tushunammi? La ilaha illallah degan so'zga bütün 104 kitapning Allah'ning bütün vahiysi hammasi la ilaha illallah, Qur'onning bütün mazmuni la ilaha illallah qashlangan dedik. Nurg'un ma'lumotni telefonning domikata qachilaymiz-ku, kichik domikataga. Şunun o'xshash Qur'ondagi bütün mazmun la ilaha illallah ixchamlangan. Bu la ilaha illallah degan bu cümle arab tilida 3 so'zdan tarkib topgan. Lam, alif, ha dedim. Endi şu la ilaha illallah'daki tekrarlangan harfni evasak nima qilib qoldi? Allah qilib qoldi dedik. Shundan aytdimmi? Ve ma'nosida biz Allah'ның bağlığını, Allah'ның bir ilah ekanligini qaldırıp qo'yib, qolgan hammasini deb tashlabmiz yani. La ilaha illallah deb. Shunaqmi? Yani bu sözün aşındaq cho'nqur vazni ig'ir söz jamoatlarimiz. Shuning uchun Rasul Akram sallallahu aleyhi ve sellem bayon qilgan hadisda shundoq deyildi. Qiyomat kunisi ma'lum bir shaxsni chaqirildi. Ey Samitaxunning o'g'li Amitaxun deb chaqirildi dedi. Bu hadis İmam Muslim rahmetullohi alayhi naql qilgan hadis. Chaqirib uning 99 nama amel daftarini oldiga qo'ydi.
Yani kıyamet günse hemmemizning 99 arqapimiz bo'ldi qarindoshlar. Aldığı qo'ydi deydi. Heliqi daftarning bir betining cho'ngligi aş 207 ya qarsa shu yerda ko'rindaydi bir bet. Anandan keyin daftarni shunda aldı qo'yib, "Atunkiru shay'an min hada." Ma daftarda banasining birasini men qilmagan demsa deydi. Qarasa bütün hammasi gunoh bilan to'lgan. Yani qarama nama amal daftarimiz shu. Ma'nada biras yolg'a yozilib qaptimi, o'zing qara desa, qarab shuning bilan qanday qildi? Bu odam qo'rqib, jim turgandan keyin alaka uzrun aw am hasana. Sening mush jinoyatni o'tkazding, bir banoy sababing bormi? Yoki bir tal savobliging bormi? deydi. Degandan keyin bu odam g'al titrab qo'rqishga boshlaydi. Qo'rqqandan keyin Alloh subhanahu va taolo senda bo'lmas, bizda bor deb bir kartin chiqirdi deydi. Bu hadisni hadisul bitaqa deb deydi hadishunoslar. Kartning hadisi deydi. Bir kartni chiqargandan keyin odam ya Robbim, ey Parvardigorim, ey ulug' ilohim, bu 99 nama amel yazgan günahının beraberinde mançili bir kartının nimis bolsun dese Allah subhanahu wa ta'ala kartını cin tarazının bir tarafıga anın 99 günah olan toşkan nama amel depinin bir tarafıga koysa nama amel kartını koyuş bilen nama amel depteler uçup asman uçup gidiyor. La ilahe illallah eğrilerden değil. Yani qarindoshlar bu la ilaha illallahning mantiq vazni var. Shuningga la ilaha illallah degan bu shahodatning, bu iymonning qabul bo'lishining birinchi sharti buning ma'nosini bilish qarindoshlar. Ulamolar la ilaha illallahning qabul bo'lishiga 8 shart qo'ydi. Shuning birinchi sharti buning ma'nosini bildi. Nima degan gap la ilaha illallah? La ilaha illallah için kallılar mayada kıp kaldı, bazı kallılar uçup gitti. La ilaha illallah için insanlar işki gibi bilinir kardeşler. Ya kafir, ya Müslüman. Ahirette la ilaha illallah bilen bütün insanlar işki tarafı manıdı. Ya cennetke ya dozakka. La ilaha illallah bilen mavi yakşı adam, mavi naçar adam da parıldı. La ilahe illallah'a nurgun neyziler götürülgen. La ilahe illallah için osman oy yerilgan qarindoshlar. Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Mekke müşrikleriga la ilahe illallah dangla desa rastlık qandaq işinimiz debdi. Aynı oturdan işki qıpasam işinamsa debdi. İşinimiz debdi aynı oturdan işki qıpdi. Bir parça Cebel Abu Qubaysga, yana bir parçası Arafat tarafga tushibdi. Kafirlarning dedi. Hada sihrun mustamir. Bu sihr dedi. Yani la ilahe illallah uchun oy yerilgan qarindoshlarimiz. Bu odat so'z emas bu la ilahe illallah. Shuning uchun bu so'zga sal qarashga qattiq bo'lmaydi. Hatto la ilahe illallah'ni qarindoshlar rasmi o'zimizga deyishga odatlansak, bunun ecir savobi ajoyib chiq. Bu dasti mushni olsun bir foydalanib qolaylik. Chunki hammamiz deyalaymiz. Abu Hurayra radhiyallohu anhu naql qilgan hadis sharifda Men qala la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulk wa lahul hamd ve huve ala kulli şeyin kadirni bir günde 100 qatim deb qo'ysa deydi. La ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulk ve lahul hamd ve huve ala kulli şeyin kadirni 100 qatim desa hadis sahih hadis qarindoshlar. Sahih hadis. 100 qatim desa deydi. Birinchi savobi 10 qul azat qilganlikning ajri bo'ladi deydi. 10 qulni azat qilganlikning ajri bo'ladi. Ya'ni bir qulni azat qilish uchun 100 ming TL deb qo'ysak, taxminan 1 million TL degan gap. 10 qulni azat qilganning ajri bo'ladi.
İkincisi, onunğa 100 savap yazıldı. Ve 100 günahı ücürüldü dedi. Ve şu günü şeytan onu azdıramaydı dedi. Aşın diyen günüse şeytan onu azdıramaydı. Yani şu günü ezip ketmesliğine olan kapalatki iyi arkadaşlar. Yani haklar putum sunup kesse, işgim ülüp kalsa, maşinam soğuz ketip, istirahaniye şirkete yapırıp, bir munç pul tolaydı. Siz şeytandan üzerine istirahaniye aldıraydı sana, boşuna 100 katı mı kalan. Mana bu, la ilahe illallah degen sözünün karındaşlar. Men qala la ilahe illallah, Peygamber Aleyhisselam la ilahe illallah'ını ihlas bilen, çin kalbi bilen, jürükünün çonqur yerlerinden dese, bu adamның bedeni dozaka haram deydi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Şunga la ilahe illallah degen ma harf la ilahını bilsen o, hemmesi ma ağzının uçudan çıkmaydı, miyerden çıkıyordu. Hatta lam, bu elif, hani ulemalar huruful halq deydi. Miyerden çıkıyordu. Niyadın çıktığını yok. Harflerini bilimiz. Tilinin uçudan çıkılan harfler, tilinin otursudan çıkılan harfler ve kanaydıkın çıkılan harfler de bilimiz. Ma la ilahe illallah da hatta her çıktı mı ma tilinin uçudan çıkan harf yok. Allah'ın işletmeye durup la ilahını karıştırıp çıkın. Muşundak la ilahe illallah. Hoş. Onda olsa bu la ilahe illallah'ın manisi ne arkadaşlar? La diyen söz, yani mektepte okuyan bolsalar bulutsuz qo'shimchisi deb qo'ymiz, Uyg'urchada yo'q, emas, undaq emas, bo'lmaydi deganda, ya'ni inglizchada no, turkchada hayır degandek, mushu bir ishni bo'lmaydiganini bildiradigan lam bu. Uyg'urchada mushizlik deymiz. Ammo arab tilida buning ma'nosi bak cho'nqur. Men sizlarga bir tushundirish tirishib baqay. Masalan, arab tilida, Uyg'ur tilida Ahmetcan uylardan nam bormi desam, siz Uyg'ur tilida yo'q deysizlar, arabchada la deydimdi. Ma la ilaha illallohdagi lani shiltib la desini anlab turanglar. Shundan yo'q deb uylardan bir tal samsini elib yesizlar. Men sizni voy hel nam bormisam yo'q degandan yolg'onchi samsi yetibsa desam, qamlashmamdi. Odam yolg'onchi bo'ladi bo'lmamdi. Yolg'onchi olmaydi. Men sam nan dedim shunday qo'y. Uydan sanz yaptı. Siz nan sordunuz, men nan yo'q, mana sanz var desa adam yolg'onchi olmaydi. Anlab turinglar. Ammo arab tilida mushu hey sening uyingda nan bormi desa, mush la ilaha illallohdagi lani ishlatgan bo'lsa, unga aloqador hech kim yo'q degan bo'ldi. Agar uyimda nan yo'q deb mushlarni ishlatib, sangzisi yolg'onchi, mandisi yolg'onchi, momisi yolg'onchi, ish qilib pechini prens yolg'onchi, mush undum bo'lgan. Har qanday bir narsa chiqib qolsa yolg'onchi. Mallarning ma Uyg'ur tilida yo'q qarindoshlar mallar. Buning Uyg'ur tilida aynan kelgan tarjimasi yo'q. Shuningga Uyg'urcha bir odam Allohdan boshqa iloh yo'q deb islomga kirmasi kirolmaydi. Chuqum arabcha Eşhedü en la deb Arapça deyiş kerak degan. O'lmani shuni shart qilgan. Oldi bilan eşhedü en la deb Arapça deyish kerak. Tushundingmi Allohning ma'nosi asl tushundingmi ya? Ya'ni Uyg'urchada jinsini inkor qilishlar deydi. Ya'ni biz Uyg'urchada ma shahada, ma zalda odam jinsi yo'q desak, odam yo'q desak, ammo odam jinsi yo'q desak-chi, hiç zadi adam yo'q. Mayli kichik bola, ayol, cho'ng, boboq, hech nima yo'q deganini bildirganda, bu Allohning ma'nosi bu qarindoshlar. Endi eng muhimi iloh. Iloh degan nima degan gap? Buni sizlar arabchada lani ma'nosini bildinglar, endi iloh qaraylik. Iloh degan so'zni arabchada aliha ya'lahu, alaha ya'lahu deb 3 xil ma'no etibdi o'ylamali. Ya'ni 5-6 xil ma'no etibdi, lekin bizga munosabatlik. Alihaning birinchi ma'nosi ibodat qilish qarindoshlar. Yani iloh degan shuni Muhammad Salih Damullojim tarjima qilgan Qur'onni o'qisanglar, Allohdan boshqa ma'bud yo'q deb tarjima qildi. Ma'buda. Bu ma'buda degan arabcha gap. Ya'ni nima degan bo'ldi Uyg'urchasi? Ibodat qilinguchi yo'q degan bo'ldi. Tushundingizmi ya? Ya'ni la ilahning ma'nosi bo'ldi ekan, ibodat qilinguchi degan gap. İbadet kılınıcı, yani ibadet degan nima degan gap qarindoshlar.
Yani Uyg'urchada aşağıda bo'ysunulg'uchi deb tarjima qildi. Bunda desakmi tas to'g'ri bo'lmaydi. Nima ish qilsanglar? Bo'ysunish degan gap, ya'ni bir odam bir ish qilib buyursa, ko'nglimizda norozi bo'lib turib, shu ishni qilib bersak bo'ysungan bo'lamiz. Shunaqa? Gunsandan bizni baj to'lang desa, ichimizda tillab, yo'qolasa, o'lasa deb bajni to'lsak, gunsandan bo'ysungan bo'lamizmi, bo'lmaymizmi? Buning emas bo'sh, ammo ibodat degan nima? Mana bilan jamoat, ma biroz kip qilib, sen ibodat qil, necha yil bo'ldi, 30 yil bo'ldi deb ibodat degan nima bo'ldi bilmasang olmaydi. İbadetning lug'at ma'nosi, ya'ni so'z tarjimasi. Ibodatning so'z tarjimasi nima desa, tulib tashqan rozimanlik bilan, tulib tashqan xushallik bilan bo'ysunish. Tushundingmi? Ibodatning lug'at ma'nosi nima ekan? Ya'ni sen rozi bo'lmay turib sadaqat bersang maqbul emas. Sen ko'nglingda norozi bo'lib namoz o'qisang-chi, maqbul emas. İbadetning Uyg'urcha ma'nosi tulib tashqan so'ygu bilan bo'ysunishni nima deymiz? Ibodat deymiz. Bo'ysunibsa muhabbating yo'qka, muhabbating borka bo'ysunmabsa hech qaysi ibodat emas. Jamoat nima gap tushunishib bo'lganda? Ammo ibodatning shariatdagi ma'nosida ikki xil ma'no bor. Ya'ni ibodatning lug'at ma'nosi, shariatdagi ma'nosi İmam İbn Taymiye rahmetullah alayh ibodatni Alloh buyurgan barliq ishlarni qilish va Alloh chekligan barliq ishlardan yenish bu ibodat degan. Ma bir xil ma'nosi. Ammo Sayyid Qutb, Shahid Sayyid Qutb rahmetullah alayh o'zining Qur'onning soyasida degan kitobida ibodat degan yer sharini gullantirish deb Qur'oni Karimdagi huvallazi ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha. Allah sizning yer sharini yaratdi va yer sharini gullantirishni talab qildi. Ya'ni Allah sizning yer sharini gullantirishni buyurdi deb yer sharini gullantirish Alloh qilgan ibodat deb tushundirgan. Tamam. Unda bo'lgandan keyin la ilaha, tamam? Arablar nima deb tushundirdi bizga? La ma'buda bihaqqin illalloh. İbadet qilishga haqliq Allohdan boshqa iloh yo'q. Tercümesi ma'lum kardeşler. Allah'tan başka, yani ibadet qilishga haqliq Allah'tan başka ibadet yo'qning ma'nosi bilan Allohdan boshqalarning osmon zamin farq qilmasligida turmazlar. Tushundingmi ya? Buningdan balaringlarga la ilaha illallohning ma'nosini tushuntirsanglar, shunda tushundiringlar. Balam bu oyatning ma'nosi ibodat qilishga haqliq Allohdan boshqa yoki haq ibadet qilishga haqliq Allohdan boshqa iloh yo'q degan gap. Ya'ni siz la ilaha illalloh deganda men chuqum ey Alloh sen ibodat qilma deb Allohga qasam ichgan bo'lsizlar. Ya'ni bo'ysunma degan bo'lsizlar. Ya'ni shayton bilan bizning iymonimizning farqi. Shayton qiyomat kushunda, Allohning rizqi berganini ishinde, Alloh yaratganligini ishinde, Alloh hatto o'zini bir oyatda Alloh subhanahu va taolo men oyatni abiyaslik o'qimagandim. Nima deydi bo'lsanglar? Qul man yarzuqukum minas samai wal ard. Muhammed Aleyhisselam kafirlerden sorular desler. Osmandaki, zimindeki bütün mahlukatları kim rızık verirdi? Emmen yemliku sam'a vel absar. Ma kulağını anlaydıgan kıldıgan, közünü kürdıgan kılgan kudret kamal kimdi bu adep sorular? Ve yudabbirul emra. Bütün kainatın işini kim kıldı da kafirlerden sorularsa ne dedi o? Fese yekulunallah. Vay Allah kıldı dedi şu Ebu Cehil'in Ebu Leheb dedi. Şanlı'nın cemaati ya. Lekin Abu Cehil bilan sil bizning farqimiz nima desa, la ilaha illalloh amal qilishda qarindoshlarimiz. Allohdan boshqa iloh yo'q sana bu nazariya ulab qoldi bu. Ammo ibodat qilishga haqliq Allohdan boshqa iloh yo'q degan vaqtida-chu. Çokum bu yerde bir Allah'a ibadet kılış, Allah'ın diğerlerine boysunur. Şununla Ebu Cehil'la, şu Resulullah üzünün ki tağısıqının dedi. Ya am, kul la ilahe illallah, yedinu lekel arabu vel acam dedi. Tağa, muş la ilahe illallah desen, bütün dünyadaki Araplar, Ecemler hemsinden boysundu dedi. Uylap bakalım kardeşler. Şu İmam İbn Kesir rahmetullah aleyh özünün tarih kitabında
Harun Reşitning ayoli Zubayda xonning tarjimonini yozgan vaqtida mundaq bir voqelikni so'zlagan. Zubayda xonim o'ylab qo'ying qarindoshlar. Shu zamonda Iroqdan Madina Makkaga o'stan irqchab tug'an. Ya'ni Iroqdan Madinaga suv olgan qarindoshlar. O'ylab qo'ying shu zamonda hozirmi asar atiqlaba Zubayda xonim quduqi yoki bulqi deb hozirmi shu Saudiga borsanglar shu bor. Qanday qansalar Iroqdan qarindoshlar. Yani taxminan 1500 kilometr şu zamanның nemesde Medine'ye su apagan. Şundaq isli ayal. Ve şu öz etrafındaki 40 min qizvalning Qur'on savodidan chiqishga sabab bo'lgan ayal. İbn Kasir yazdı bu gapni. Şan bu ayal o'lib ketgandan keyin o'g'li Ma'munning tushiga kirdi deydi. O'g'il Ma'munning tushiga kirib shuni apa ahiretlik işiniz qandaq bo'ldi deb so'raganda vallahi akadu an uhlaka va u'azzab. Vay balam tas qaldım tugishib Allohning jazosi mutla o'g'li degan. Hey ona sen Iroqdan Makka Madinaga suv apagan 40 min ayolninki Qur'on savat esqatmadimiz. Chini balam esqatmadi. Chunki uningga oz to'l riyo aralashib qoldi ekan. Ne? Diyen ki, onda was nimi bilen qutuldu dese, muş ettiginsi balam ben. Bundattan burun 2 rekat namaz okup, aş dadağının kasırsta, La ilahe illallah, edhulu biha kabri. La ilahe illallah, aqdi biha umri. La ilahe illallah, uhşeru يوم القيامة بها لا إله إلا الله ألتقي بها ربي ديتي من مشوق تقصب قلدي يا الله إله نمد بود جبنا ما نسمع من أتينسي بمدات نمازدم برون 2 rekat sünnet uqbulup dadağının qasırda la ilahe illallah muş la ilahe illallah men çukum kabrime kirmeye deytim dedi. La ilahe illallah men muşu la ilahe illallah mahşer meydanda muşta la ilahe illallah deymen. Men bütün hayatımni la ilahe illallah'dan ahırlaştırman. Hatta kıyamet günsi men Allah olan uçuruşkanımı la ilahe illallah demiş. La ilahe illallah deytim. Muşu kutkusup kaldı dedi. Yani demek bu la ilahe illallah'ın manisi şu derecede çonqur. Yani nima degan gap? Sen tövhid bu anda tövhid kelime o bizga atanimiz deb o'rgatgan buni. Kelime tevhid deb o'rgatgan. Yoki kelimat tayyiba deb o'rgatgan janoba. Kelimat tevhid. Yani bunda deganlik, yani manisi nima? Boysunuşqa haqliq Allah'tan başqa ilah yo'q deganlik qarindoshlarimiz bu hayatı dünyada 5-nji kunchisin. Mayli xo'shal bol, mayli boy bol, mayli kambag'al bol, ko'zingga Allohdan başqa narsa ko'rinmasin degan bo'ldi qarindoshlar. Yani sen nima deding? Bu aslida ilahning yeni bir ma'nosi bor qarindoshlar. Birisi yani ibodat qilishga tegishli degan bo'ldi dedim emasmi? Ikkinchi ma'nosi ulug'lash degan ma'nosi bor. Alaha ya'lahu ilahan diyen gap ne? Yani bizim Uygurçadan bak. Sen falanını Allah'da körse, Xudayimda körse diyen gap var mı yok mu? Bu ne diyen gap? Yani Xudayimda çoğun körse diyen bu lan. Şuna ama sen falan bu mesela konu zamanda Xitayla mavzduğunu Xudayda kördi desek. Yani Xudayını ulug'lagandek ulug'laydi degan bo'ldi shunaqa. Yeni bir ma'nosi bor qarindoshlar. İlahning suyuş degan ma'nosi bor. Yani muhabbat bag'lash, suyush degan ma'nosi bor. Yani bizning Uyg'urchada palani pustoniga Xudoga chuqingandek chuqindu deymiz. Xudoga chuqingandek chuqindu deymiz. Yani shuni bak, masalan, artistlarga, ba'zilar o'zining ustoziga yaxshi ko'rgan odam chuqinamdi. Yani la ilaha illallohni arablar ulug'lashga, ibodat qilishga, suyishga haqliq Allohdan boshqa iloh yo'q deb tushunadi qarindoshlar. Yani Abu Cehillar, şu kafirlar shunday tushunadi, sahobalar shunday tushunadi qarindoshlarimiz. Yani Allah subhanahu va taala sening hayotingdagi tub markaz, oy
Masalan, hammamizning so'rabdi hozir, hayotingdagi eng muhim narsa nima desa, biz nima deymiz? Sizning hayotingdagi eng muhim narsa nima desa, har xil muhim narsalarimiz bor. Xotin bolalarimiz, sog'lomligimiz, bankidagi dollarimiz, hayotimizda hammamizning muhim narsalari bor. Shuni bilinglarki, la ilaha illallohning ma'nosi Alloh seni hayotingdagi tut markazga, hayotingdagi eng muhim birdan bir omilga aylanmasa, Allohning ulug'ligi, Allohning mavjudligi, Allohning borligi, bu la ilahaning ma'nosi bo'lmaydi qarindoshlar. Shuning uchun bu la ilaha illalloh dedim, 8 shart bor dedim, bu hozir vaqt yetmaydi. Yana birisi bu la ilaha illallohning ma'nosi, ya'ni ibodat qilishga haqliq Allohdan boshqa iloh yo'q. Tushundingizmi ya? Xo'sh. Endi qarindoshlar, men dedim, o og'izda necha ming qatim la ilaha illalloh deganimga hayron qolmanglar. Uning amali qaranglar degan bo'ldi. Uningki ilm birimida, gap so'zida, avosi xotun bilan qilgan muomalasida, xotun bo'lsa av bilan qilgan muomalada, o'zining qo'shnilari bilan qilgan muomalada, adab axloqida, gap so'zida la ilaha illalloh ta'siri bo'lsa, uningdan keyin bu la ilaha illalloh degan bo'ldi. Og'izda ming qatim deb qo'yib, ey, sen yurakka solibsan. Yurakka solibsan. Shuning bilan qattiq izdinib, aqling ish qilib, dunyodagi birinchi numurliq mutaxassis injener, mutaxassis, oliy mutaxassis bir doktor birini tepsan. Sana nad inchki diagnoz qo'yib, sening kesilini tepibdi. Sen shuning bilan o doktorga rahmat degandan aytib, so'g'u salomlarni berib, qo'lni tutib, qizg'in ko'rishib, rahmatingni aytib, shunama shuni chikitib doktor bo'lgan dorini yemasan, nima bo'ldi qarindoshlar? Men nima deymiz meni? Sen kazzab. Sen yolg'onchi deymiz. Deymizmi deymizmi qarindoshlarimiz? Shunama? Sen yolg'onchisan. Hatto qarindoshlar, musulmonlarning ichida oxiratni inkor qilgan odam yo'q. Ammo la ilaha illallohni amini ish harakati bilan inkor qilganlar. Shu qatorda balkim men, balkim siz, balkim u. Shuning uchun Allah subhanahu wa ta'ala deb duo qilamiz. Allohumma qsim lana min khashyatika ma tahulu baynana va bayna ma'asik. Ey Alloh, menga sen asi bo'lishdan to'sib qoldigan bir taqvolikni, bir qo'rqinishni bergin deymiz. Shu Rasul akram sallallohu alayhi va sallamdan Rasululloh shunday dedi. Kimki la ilaha illallohni haq desa dedi, yani chin dildan desa, yani la ilaha illallohni haqqi bilan desa, ma adam chuqum jannat kirdi deyapti. Sizlarni so'rashingiz mumkin. Ajab, qanday qilsak haqqi degan bo'lmaysa, an tahjuzahu an maharimillah. O la ilaha illalloh o degan odamni haromdan tursalsa deydi. Qarindoshlarimiz, topgan pulga la ilaha illallohning qanchalik ta'siri bor? Topgan pulni Alloh yo'lida xarjlashga la ilaha illallohning qanchalik ta'siri bor? Senin hayatında la ilahe qanchalik ta'sir ko'rsatdi? 24 saatlik kundalik turmuşunda la ilahe illallah'ning qanchalik roli bor? Bu la ilahning ma'nosi. Ey qarindoshlarimiz, Musa alayhissalom shunama Bani Isroilni qutqazdi. Fir'aun 400 ming kishilik qo'shin bilan qo'g'lab keldi. Oldi qarshi dengiz. Odatdagi la ilaha illallohni yaxshi tushunmaganlarnim dedi. Inna lamudrakun tugashtoq. Dedi endi. Aytchi vaqtdan voy Musa, voy Alloh seni qutqizdi. Voy mana, voy andoq musulmon bo'lsang o'l degandan endi qana qilsa, olding dedingiz. Musa alayhissalom nima dedi? Kalla inna ma'i robbi. Mana bu tavhid qarindoshlar. Mana bu la ilaha illallohning ma'nosi. Yo'q, mening Robbim bor. Hazır biz qarindoshlar og'zimizni tavranmagan bilan vallahi billahi tallahi vatandagi nurg'un biz davatgan isil hatta molladan tatib ma kunda tavrinayotdi. Qo'rqib jamoat ishiga chiqmaganiga tavranganlar qarindoshlarimiz. Bu la ilaha illalloh seni qo'rqmasin ish tarbiyalaydi. Kambag'allikdan qo'rqqanlik kambag'allik. Kasaldan qo'rqqanlik kasallik.
Vallahi seni kokumusun deydi o. Ey senin kella. İnna Rabbi ma'i. Hud aleyhisselam. Qarasa, bütün kum Hud aleyhisselam qarşı çıkıp atkan. Nem dedi bilemsizler? Kiduni cemi'an. Thumme la tunzirun. Kulluğun kâginne kadar. Hatta bana fırsatım verme deydi. Eti ölümü değil mi? Oy hazır kıla kulluğunu. İnni tevekkeltu ala Rabbi ve Rabbukum. Men senin ve menin Rabbim boğan Allah tevekkül kıldım. Bütün mahlukatlarının jipçe Allah'ın kuluda. Bu tevhid kardeşler. Tevhid diyenlik bütün kainattaki her bir insanların za jiptin jinsik her bir işini Allah'ın kulu var. Bu Allah, ben Allah'ın kulu var, Allah bilip durmadı da. Dep itiqat qilish qarindoshlar. Bir kunisi Hasan-ül Basri rahmetullah aleyh şu vaqtdagi hokimiyatning xato qilishini hokimiyat xato qildi deb so'zlabdi. Ish bu yo'lla Hasan-ül Basrini nimaga chaqdi? Hajjaj degan zolimga chaqdi. Nech sahobalarning kallasini o'tgan zolim. Haramga Kabe'ge mençanak etken zalim. Şundan aylık zalim. Lattuguyla aşında dese cahillik kallışın gelişmez. Sen de lattuguyla deptiler. Çakır bekle dep. Callapka suğa kılışını kınandın. Sala ediyalı peske. Ediyaldek palazdek ne samısa kan anın ordusunu meyini koydumuz. Sala anı dep. Şunda kasını berse işiktir şunda kiripti. Karşı callat tuğan. Ya malazi ağzını pichirlatdi. Tim qilib ağzını pichirib qo'ydi. Pichirib kirdi. Eliqi zalim assalomu alaykum damolam tichkalla obdan kalla voy kasli oltastab hatto o'zining o'ltigan yerga o'tazib qo'ydi. Attirni chechib, lag'man poloni berib, voy obdan deb nechqil patvoni so'rab, uzdib qasrning oldiga chiqdi deydi. Eliq chaqirib kelgan eliq ishga vaqarib peshonasiga burni qo'yib bu jon nim bo'lib ketdi. Abiya xuddi nechpach qiladigan deb Yaqtub deb Hasan-ül Basri'nin kedin qo'lab berdi. Qo'lab berib, "Axunim to'xtasizlar. Endi ishikdan kirgan chaqda nima degansizlar?" debdi. "Ya malazi inda kurbati, ya mu'nisi fi wahshati." "Ij'al niqmatahu alayya bardan wa salama, kama ja'alta an-nara bardan wa salaman ala İbrahim" dedim. İşten kırsamlam celladın xeli şunda atağını körüplam. Ey başpanahim. Ey başpanahim. Ey sırdışım. Bizning sirdaş diye Allah'ın sırdışım deb mundaq Allah'a hitap qilish yüzümüz var mı yok mu kardeşler? Sırdaşlık mı Allah olan qancha sırdaş otimiz? Ya mu'nisi fi wahshati. Men yalğız qalgan chaqda ko'nglimga tasalli bergan sırdışım. Manın açığını, manın yavuzluğunu, xuddi İbrahim aleyhisselamga o'tni tinch aman sağlamlık yani mayin shamal qilib bergan ya Allah. Bunun açığını mangashda mayin shamalda qilib bergan deganda mana bu tevhid qarindoshlar. Tevhid bu qarindoshlar, la ilaha illalloh ma'nosi bu. Mush tushunchani obdan tushunmasak, bizning bu holimiz o'ng'isholmaydi qarindoshlarimiz. Vay canım kardeşim, ben dedim bu sahada hiç kim ahireti inkar kılmaydı o. Hiç kim la ilahe, lekin bu emeliyette la ilahe illallah'ın bizim hayatımızdaki ornu kançılık. La ilahe illallah'ın mezmununun turumuzun ornu kançılık. Mana bu muhim demekçe. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.